Andijondanman, O'zbekiston Andijondan. Ismim Xushnudbek. Xo'p, Germaniyaga qanaqa kelib qoldingiz aka? U kelib qolmadim, uzoq harakatlardan keyin yetib keldim yerga. Kelish oson bo'lmadi aka. Bizga oson. Qaysi daraja bilan keldingiz sir bo'lmasa? Men O'zbekistonda B2 daraja olganman. Biz aslida C1 daraja bilan kelishimiz kerak bo'lgan. B2 yetarli emasmi? Vrach bo'lib faoliyat yuritish uchun B2 yetarli emas. Bu yerda bo'lib ham tibbiyotda C1 darajasini so'raydi. Aslida harakat qilganman kelishga, lekin qiziqish bo'lgan. Tilni o'rganib borganman sekin-sekin. 2 yil, 3 yil o'rganib yurganman, keyin birdaniga rivojlanib ketgan. 6 oyga yaqinda vizam chiqqan. Bitta narsani bilish kerak, hozir hammada tushuncha shunaqa 5,000-6,000 euro oylik yo'q, unaqa narsa yo'q. Unaqa narsalar yo'q. Yo, Xo'p, xullas qissadan qissa nemis tilini yaxshiroq o'rganib, imенно doktorlar deyarli C1 darajada Germaniyaga kelishni aka maslahat beryapti.